Hozir bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, meni ham qizimning akasi shunday bo'lsin deb duo qilasiz. Hozirgi vaqtda men bo'lajak onalikka tayyorlanayotganligim uchun menda har xil o'zgarishlar ketmoqda. Gohida bu ko'nglim kechasi bo'lishiga qaramasdan turli xil narsalarni tusab qoladi. Kechasi ko'nglim bochkani mastavasini tuzayotganini sezganim uchun shu xohishimni akalarimga bildirganimni bilaman va ular bir og'iz so'zsiz meni sirazu bochka tomon olib chiqib ketishdi. Eng qizig'i, meni yana ham xursand qilgan narsa, uydagi boshqa ayollarni qoldirib, faqatgina meni bir o'zimni kechasi o'g'irlab ketishdi. Va men bu videoni nima sababdan olishga qaror qildim. Meni turmush o'rtog'im bor, turmush o'rtog'im hamma istaklarimni bajaradilar. Ammo baribir har bir singilni hayotida akalarini ham o'zini vazifasi, o'zini roli va o'zini muhabbati o'zgachadir. Meni akalarim o'zi oilali, hammaligisini o'zini ayolligi bor, lekin shunga qaramasdan baribir menga juda ham mehribon. Yo'lda katta akamning birgina so'zlari qalbimga butun umrga muhrlandi. Sen mening jonimning bir parchasisan. Sen bizning malikamizsan. Seni har doim asrab avaylashimiz kerak degan so'zlari bir umrga meni qalbimda qoldi.